aylanmasangiz, rejissyoriga, aktyoriga, aktrisasiga aylanmasangiz, hammasi bu hayotimizda, bu hayotda, bizning hayotda hammasi biz o'zimiz aslida. Bu darajaga qanday yetib boramiz? Ra'no biz yuqoriga ulanish orqali yetib boramiz. Biz hayotimizning ssenaristini kimdan olamiz? Kimdan olamiz ssenaristini? Kim berish kerak o'zi bizga hayotimizda ssenariysini? Yaratuvchi berish kerak. Yaratuvchidan olasiz. Sizni hayotingizning ssenaristi, asl ssenaristi unda bor. Undan olasiz. Buni qanday qilib olasiz? Uni eslash orqali, o'zligingizni anglash orqali, hayotingizda butun diqqat, butun vaqt, butun diqqat, energiya bu juda masalan 24 soat bo'ladigan bo'lsa, mayli tashqi boqishga, nimada o'zingizni boqish uchun, pul topish uchun qanchadir 24 soat bo'ladigan bo'lsa, uxlashga va hokazolarga taqsimlashingiz mumkin, lekin 70-80% o'zimizni anglashga, yaratuvchi bilan aloqani tiklashga qaratilinishi kerak. Biz u bilan qancha aloqani tiklaydigan bo'lsak, u borku bizga ssenariylarni beradi o'zi. Sen mana bu ssenariy bo'yicha yashashing kerak edi. U yozganda, chunki u yozgan ssenaristni u yozgan. Sen mana bu bo'yicha yashashing kerak edi. Mana shu bo'yicha ketsang sen o'zingning maqsadingga yetasan. Mana shu bo'yicha ketsang sen baxtli bo'lasan. Mana shu bo'yicha ketsang sen muvaffaqiyatli bo'lasan. Mana shu bo'yicha ketsang sen mening oldimga to'g'ri kela olasan. U shunaqa mukammal qilib tuzib qo'yganki, biz bu yoqqa kelgandan keyin boshqaruvchiga